mashaqqatli mehnat va iqtidorni zabt etish mumkin deb o'ylaysanmi? Xuddi boshqalar kabi. Hech bo'lmasa shunaqa deb o'ylashni xohlayman. La'nati! La'nati! Men bor kuchim bilan harakat qilsam, meni iqtidorliga yutqazib qo'ydim. Men ko'p mehnat qilmagan deyman. Hech narsa. Direktor, unda boshlay qolamizmi? Unda soxta jangni boshlaymiz. Soxta jang hech qanday jismoniy zarar keltirmaydi. Ammo jismoniy kuchni yo'qotadi. Qurilmalardan chiqadigan qurollar xayoliy shaklda bo'ladi. Yonimga kel, Entets. Menga itoat et, Leviathan. Jang boshlandi. Yaxshi qochish bo'ldi. Ajdaho nafasi 3000 daraja Selsiyaga teng. Agar qochmasang tamom bo'lasan. Tasavvur qilganimdek, ko'zlarimga ishonmayman, ko'chim. Sen menga ular haqida aytib berishing kerak. Qanday bo'lmasin jang bo'lishini bilib doim kelasiz. Bu to'g'ri. Bunga shubha qilmagandingiz, shunday emasmi? Stella Vermiliondek o'quvchi nima uchun bunday odam bilan jang qilyapti? Zarbamdan qochyaptimi? Faqat qochishni bilasanmi? Yo'q, juda qiyin. Stella seni texnikangdan qochish qiyin. Sen shunchaki iqtidorlilardan emassan. Sen ham mehnat qilgansan. Senda o'tkir ko'zlar bor, lekin qilich texnikam orqali buni ko'rish oson emas. Yo'q, men allaqachon ko'rdim. Mana texnikam qanday qilib? Hech qisi yo'q. Jang payti o'g'irlab ketdimi? Men mahoratga ega bo'lmagunimcha, uzoq davomida hech kim menga hech narsa o'rgatmadi. Barglar va novdalarni haqiqiy narsaga qaratsa, sen hamma narsani bemalol yaxshi tushunasan va sen g'alaba qozonishing mumkin. Bu meni qilish texnikam. Blade Steel. Unda men soxta harakat qilaman. Qobiliyatlari sekin. Bo'lishi mumkin emas. Bunday kurash usuli senga mos kelmaydi. Bunaqa hujumlar seni xatoyingdir. U g'alaba qozondimi? Buni qanday qildi u? Yo'q, qaranglar. Bunday g'alaba qozonish og'riqli ko'rinmaydi. Eng tutsu seni yaralay olmasligini yaxshi bilar eding. Ammo shunga qaramay, sen qilich bilan kurashishni tanlading. Sana qilichimni bor kuchi bilan uraman va men iste'dodli odam emasligimni hamma bilsin. Lekin buni tan olaman. Sababi bu jangdagi g'alaba qozonishim sehrli qobiliyatim tufaylidir. Shundoq qilib men seni mag'lub qilaman. To'g'ri, menda sehrli yorislar bo'lish qobiliyati yo'q. Lekin men bu kurashdan voz kecha olmayman. Bu yerdan ketishimga ruxsat bermaydi. Shuning uchun men bu haqida o'yladim. Eng kuchsizning kuchli ustidan g'alaba qozonishga nima sabab bo'ladi? Bu yo'lga kelganimdan beri Ito Shura. Bu nima edi? Bu tezroq bo'ldi. Sehrli kuch ochdimi? Unaqa emas. Men bor narsani uni xafa qilmasdan ishlataman. Mana senga. Barcha hayotiy energiyani jamla va hammasini bittaga sigʼ. Bu meni yaratgan oliyjanob san'at. O'z kuchim bilan senikini yengaman. Kuchli odamni mag'lub eta olishim uchun men iblis bo'lishim kerak. Hammasi tugadi. G'olib Kuraganeaki. Bu yilgi saralash jangi qiziqarli bo'ladiganga o'xshaydi.
Vermilyon. Yaxshimisan? Anchadan beri yutqizmagandim. Bu mag'lubiyat hissi. Uni ahvoli qandoq? Bir daqiqada hamma narsani iste'mol qilish kuniga bir marta bajarilishi kerak bo'lgan narsadir. Unda ruhiy energiya yo'q va unga hech qanday zarar yetmagan. Ammo juda charchagan. Direktor, bu nimani anglatadi? Nima haqidasan? Iltimos, qo'pol bu men. U mana qanday yutdi o'zi? Aqlga sig'maydi. Matraslar faqat blazerni sig'imiga asoslanadi. Bu sani jangovar qobiliyatingni samaradorligi, uni tabiiy harakatlari baholanmaydi. Hozirda Kuraganini baholay oladigan tizimmi o'zi yo'q. Ammo uni zaifligi, ko'p murakkab holatlar mavjud. Yoki buni oddiy klassik holat deb baholash mumkin. Bitta narsani aytishim mumkin. U doim muvozanatsiz va vaqti bilan imkoniyatidan foydalanadi. Va o'ziga ishonchi juda baland. U shunday odam. Vermilyon, bugun ertalab sandan nimaga chet elda o'qishni xohlading deb so'rovdim. Men o'zimni mamlakatimda mukammallikka intilmadim. Chunki meni daho degan qutiga bog'lab qo'yishdi. Yangi boshlovchilar uchun Kuragani Aki bilan borishga harakat qilishim mumkin. Ishonchim komilki, bu bilan vaqting behuda ketmaydi. Demak, o'g'il bolaning orqasi shunday bo'ladimi? Bu yomon. Xo'sh, endi qanday tursam bo'ladi? Biz turmush qurmaganmiz. Uni ustiga men malikaman. Sharmandali. Lekin u meni ichki kiyimda ko'rdi-ku. Bu faqat teng bo'lish uchun. Bu o'g'il bolani tanasi ekandek. Bu qanday energiya? Menga nimalar bo'lyapti? Xo'sh, men ham bu haqda so'ramoqchiman. Stella-san, nima qilasan? Yaxshi, juda yaxshi. Rahmat. Bu yomon jarohat bo'lmagani yaxshi. Meni kechir. Meni to'rtburchak doira ichiga qo'ygan odamlardan nafratlanaman. Lekin buni senga nisbatan o'zim qildim. Seni kimligini bilishga harakat qilmadim. Agar shundoq qilmaganimda osonlikcha yutqizmagan bo'lardim. Men butunlay mag'lub bo'ldim. Aka. Tushundim. Xo'sh, Stella-san. Endi mana aytganimni qilasan, to'g'rimi? Mag'lub bo'lgan odam umrining oxirigacha bo'ysunadi. Men bularni nazarda tutmadim. Endi aytganlarimni qilishing kerak, to'g'rimi? Har qanday narsa. Har narsa? Yo'q, hammasi emas. Vermilyon qirollik oilasi hatto va'dalarni ham bajara olmaydimi? Senga bunday deb kim aytdi? Yaxshi, men seni iting quling har balo bo'laman. Meni biron narsa qilishga majburla. Bu buzuq narsa bo'lsa ham, uyatsiz, ahmoq, seni yomon ko'raman. Nima? Demak, bu buyruq. Stella-san. Mani xonadonshim bo'lish uchun. Stella, men senga yaqin bo'lishni xohlayman. Turmushga chiqmagan malikaga bunday deyishga qanday hadding sig'di? Rostdan ham sen befarqsan. Menimcha o'g'il bola bilan xonadosh bo'lishni xohlamaysan. Unaqa bo'lsa direktor bilan gaplashib ko'raman.
Yo'q, men xohlayman. Ishonching komilmi? Men aniq aytaman, chunki bu buyruq. Men senga yaqinlashishni mutlaqo xohlamayman. Tushundingmi? Ke birga ishlaymiz. Stellasan. Stella, O, meni shunda chaqirsang, yordam beraman. shunaqa ekan. Xursandman. Stella. Agar buni xohlasang, mayli. O, heh. Ushbu anime homiylik asosida o'zbek tiliga o'girildi. Bosh homiy Ahmadullo Aliyev va bizni qo'llab-quvvatlagan Ismoiljon. Kattakon rahmat hammalariga. Keyingi qismi albatta bo'ladi. Animedia va Anisiti kanallarda kutib qolinglar. Ko'rishguncha. Ovoz berdi Yigit va Maximus. Qop ketdi, o'zlari esimdan chiqdi. Xayr, kelgusi qismlargacha.